O'zbekning Jadidlar Javhari kitobidan Ma'rifat elchilari she'rini o'qib bermoqchiman. Ma'rifat ulashib yurgan shoir va yozuvchilar adabiyot darg'alariga. Bahor elchisidir azal qaldirg'och, laylaklar kelishi yozlardan nishon. Ma'rifat elchisi adib kalomi, mushoira desam ey do'stim ishon. Qadim Avestoning so'zidir ohangi, kalit u sir to'la dunyo qulfiga. Qo'shg'ari tavakkur tarog'i bilan tartib berdi turkiy so'zlar zulfiga. Shoirona tizdi maslahatlari, ulkan tib ilmini yaratgan Sino. Navoiy ijodini gumbaz ayladi, turkiy she'riyat deb atalgan bino. Har shoir ma'rifat hasharchisidir, mol ila jondan to'lgan o'lpon. Muhmiga mardum erkin Abdulla, Lutfiyning yonida Usmon va Cho'lpon. Bu ishni yetkazmoq uchun abadga karvonga qo'shildik bamisoli nor. Ulug' ustozlarga har dilda nafas, ma'rifat etmoqda qo'lga yorliq bor. Tinati ziyoli har inson adib, ma'rifat elchisi odob me'mori. Davrimiz og'riqli nutqalarida ezgu so'z va amallarga eng yaxshi dori. Ruhiyat olamin bosgan chog'i gard, dillar ziyosin zilfat bilan. Adiblar karvoni tushgandir yo'lga, jaholatga qarshi ma'rifat bilan. Endi shu kitobni kamoli ehtirom bilan shu qizimizga sovg'a qilamiz. Qizimiz buni o'qib, kutubxonaga sovg'a qiladi, hamma o'qiydi, faqat qarzga beryapman. Qarzni qachon sizlarga aytaymi? O'zlaringdan keyingi shogirdlaringga, avlodlaringga mana shunday kitoblar yozib berib, shu qarzni o'zasizlar. Bu kitob sizga va kutubxonaga qoladi.